Neyropsixologning bir kunlik ish jarayonini sizlar bilan bo'lishaman. Qani ketdik. Ko'pchilik o'ylaydi, psixolog faqat gapiradi. Avvalo nerv tizimini tinchlantiramiz. Neyromassaj orqali miyaga yumshatilgan signallar jo'natamiz. Bu holatda stress kamayadi, qo'rquv pasayadi, bolalarda esa diqqat rivojlanadi. Lekin ba'zi holatlarda muammo miyada emas, balki qon tahlilida ham bo'lishi mumkin. Shunday holatlar bo'ladiki, biz faqat psixologiyaga qarab qolmaymiz, balki qonga ham e'tibor beramiz. Qon tahlili organizmdagi yashirin holatlarni ham ko'rsatishi mumkin. Masalan, temir, gemoglobin past bo'lsa, insonda charchoq va uyquchanlik kuchayadi. Vitamin D kamaysa, kayfiyat tushadi. B vitaminlari yetishmasa esa asab tizimi buziladi. Ya'ni ba'zi holatlarda psixologik muammolar organizm signali bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tashxis bu faqatgina suhbat emas, balki kompleks yondashuvdir. So'ng miyani faollashtiramiz. Bu neyrogimnastika va ergoterapiya. Bizning bir kunlik ish faoliyatimiz bilan tanishib chiqdingiz. Inson holatiga ta'sir qiluvchi omillar: nerv tizimi, miya faoliyati, organizm holati, qon tahlillari. To'g'ri yondashuv bu barchasini hisobga olishdir. Agar sizda ham mana shunday holatlar yuzaga kelayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.